yordam bedikleri tarafından alınıp G'oljinin ma'lum bir tog' rayoniga opirilib, ishga a'zosi o'g'irlanibdi. Bu xabar butkul G'oljidagi ota-onalarning, hattoki hammamizning yuragini azdi. Mening deydigan so'zim ko'pchilik farzandinglarga yaxshi hamroh bo'linglar. Farzandinglarni atganda hech qancha vaqt ketmaydi maktabga olib akilinglar. Mushu qora qo'llarga bir fursat bermaydi. Bu qora qo'llar balki mangu bundoq yurolmasligi mumkin. Bu qora qo'llar amaliy qonunni to'g'ri lekin shu vaqtcha bizning mushu farzandlarimizning ziyonkashlikka uchrashining oldini olaylik. Bütün ota-onalar hoşyar turinglar. Qora qo'llarga hargizmi fursat bermanglar. Narsiyda farzandlarimizni qora qo'llar tarafidan olinib ketmasin. Erkan söndürüş bu sandığımı To'g'risida men Nejat bo'laman. Bugun do'yin nomerimda chiqargan kichik bolaning zaxmlanish videolik mazmuni hammasini o'zim o'ylab chiqqan. Bu bir o'zim to'qib chiqargan yolg'onchilik sababidan jamiyatga va to'rdoshlarga xato tushuncha paydo qilib qo'yganligimdan men keng to'rdoshlardan chin ko'nglimdan kechirim so'rayman. Ko'pchilikning bu mazmunni tarqatmay, ham bu xildagi mazmunlarga keng to'rdoshlarning o'z hissiyoti bo'yicha inkos qaytarmasligini